unutilgan Xudo. Nega muqaddas ruh uch birlikdagi eng kam tushuniladigan shaxs? Sir. Odamlar Xudoni yaratuvchi sifatida bilishadi. Ular Iso Masihni najotkor sifatida bilishadi. Ammo ko'pchilik eng kam biladigan bir shaxs bor. Muqaddas ruh. U kim? Nega ba'zilar uni kuch deb tasvirlashadi, boshqalar tajriba deb bilishadi. Ko'plar masihiylar esa u haqida deyarli gapirmaydi. Ammo eng muhim savol shu: agar Iso Masih dunyoni o'zgartirish uchun kelgan bo'lsa, nega u o'zining ketishi izdoshlariga aslida yaxshiroq bo'lishini aytadi? Iso Masihning so'zlaridagi sir. Buni tasavvur qiling. Siz 3 yil davomida hamma narsani o'zgartirgan insonning ortidan ergashdingiz. Siz uning kasallarni sog'aytirganini ko'rdingiz, mo'jizalarga guvoh bo'ldingiz, odamlarga umid bergan so'zlarni eshitdingiz va tarixni o'zgartiradigan zot ekanligiga ishondingiz. Keyin bir kuni u sizga "men ketyapman" deydi. Shogirdlar uchun bu aql bovar qilmaydigan gap edi. Iso Masih bilan ajralish qanday qilib yaxshiroq bo'lishi mumkin? Nega ustozlari ularni tark etishi kerak edi? Ammo Iso Masih hayratlanarli bir gapni aytdi. Yohanna xushxabari 16:7. Ammo men sizlarga haqiqatni aytaman, mening ketganim sizlar uchun yaxshidir. Chunki agar men ketmasam, yupatuvchi sizlarga kelmaydi. Agarda men ketsam, uni sizlarga yuboraman. Nega? Kim kelayotgan edi? Muammo ko'pchilik masihiylarning asosiy hikoyasini biladi. Ular bilishadi, Xudo dunyoni yaratadi. Iso Masih qoshda vafot etadi. Iso Masih o'limdan tiriladi. Ammo suhbat muqaddas ruh haqida ketganida ko'plab savollar paydo bo'ladi. U kim? U kuchmi? U hissiyotmi? U g'ayritabiiy qudratmi yoki u haqiqiy shaxsmi? Ehtimol eng katta muammolardan biri shudir. Ko'pchilik Iso Masihni yordam berish uchun va'da qilgan zotni tushunmasdan masihiy hayot kechirishga harakat qiladi. Birinchi dalil shunchaki kuch emas. Izlanishimizdagi birinchi savol oddiy: muqaddas ruh shunchaki kuchmi yoki u shaxsmi? Chunki buning o'rtasida katta farq bor. Kuch gapira olmaydi, kuch ta'lim bera olmaydi, kuchni ranjitib bo'lmaydi. Ammo muqaddas kitob muqaddas ruhni butunlay boshqacha tarzda tasvirlaydi. Muqaddas ruh gapiradi. Havoriylar kitobida shunday o'qiymiz. Muqaddas ruh dedi. U ta'lim beradi. Iso Masih shunday degan: yupatuvchi muqaddas ruh sizlarga hamma narsani o'rgatadi. Muqaddas kitob bizga yana bir kuchli dalil beradi. Xudoning muqaddas ruhini ranjitmang. Bu so'zlar haqida o'ylab ko'ring. Siz elektr tokini ranjita olmaysiz, energiya manbaini xafa qila olmaysiz, siz kuch bilan munosabat qura olmaysiz, ammo shaxsni ranjitishingiz mumkin. Muqaddas kitob bizga ma'lum haqiqatlarni ko'rsatmoqda. Muqaddas ruh shaxsiyatsiz kuch emas, u shaxs, uch birlikning unutilgan shaxsi. Ammo agar muqaddas kitob muqaddas ruhni shaxs sifatida aniqlab ochib bersa, agar muqaddas yozuvlar uning gapirishini, ta'lim berishini, yo'l-yo'riq ko'rsatishini, sevishini va ranjishi mumkinligini ko'rsatsa, agar u tirik Xudoning ruhi deb ataladigan bo'lsa, unda muhim savol tug'iladi. Nega shunchalik ko'p odamlar muqaddas ruhni e'tiborsiz qoldirishgan yoki uni aslida kim ekaniga pastroq darajaga tushirishgan? Nega ba'zilar uni faqat kuch, energiya yoki hatto farishta deb ko'rishadi? Buning sabablaridan biri shunchaki odamlar ko'pincha to'liq tushuna olmaydigan narsalarni soddalashtirishga harakat qilishadi. Ota, o'g'il va muqaddas ruh haqidagi inson tasavvuridan ustunroqdir. Xudo ochib bergan haqiqatni qabul qilish o'rniga odamlar ba'zan tushunish osonroq bo'lgan izohni yaratishadi. Ammo muqaddas kitob muqaddas ruhni shaxsiyatsiz kuch sifatida tasvirlamaydi. Kuch gapira olmaydi, kuch ta'lim bera olmaydi, kuch ranjiya olmaydi. Ammo muqaddas yozuvda shunday deyiladi. Konfliktlarga 1-maktub 2:10. Bizga esa Xudo buni o'z ruhi bilan oshkor qildi. Chunki ruh hamma narsani, hatto Xudoning tiranliklarini ham tekshirib ko'radi. Efesliklarga maktub 4:30. Xudoning muqaddas ruhini xafa qilmanglar. Sizlar u bilan qayta sotib olinish kuni uchun muhrlangansizlar. Yana bir sabab shuki, odamlar ko'pincha Xudoning qudratini Xudoning shaxsidan ajratib qo'yishadi. Ular ruhning mo'jizalarini, in'omlarini va g'ayritabiiy ishlarini ko'rishadi va shunday o'ylay boshlashadi: Xudoning ruhi, Xudo foydalanadigan shunchaki bir narsadir.
Ammo muqaddas yozuv bundan ancha chuqurroq haqiqatni ochib beradi. Muqaddas ruh shunchaki Xudo beriladigan bir in'om emas, u o'z xalqi orasida hozir bo'lib faoliyat yuritayotgan Xudoning o'zidir. Hananiyah muqaddas ruhga yolg'on gapirganida Butrus shunday deydi: Havoriylar faoliyati 5:4. Senda bo'lgani o'zingniki emasmidi? Sotishdan olganingning sening ixtiyoringda emasmidi? Nega sen buni yuragingga solding? Sen insonlarga emas, balki Xudoga yolg'on gapirding. Muammo muqaddas kitobning noaniqligida emas. Muammo shundaki, odamlar ba'zan o'zlariga qarshi talab qo'yadigan Xudo haqida tasavvurni afzal ko'rishmaydi. Kuch bizni o'zgartirishga chaqirmaydi. Energiya qalbimizni tuzatmaydi. Ammo shaxs bizni boshqarishi, o'zgartirishi va biz bilan munosabatda bo'lishi mumkin. Muqaddas ruh esa uzoqdagi qandaydir kuch emas. U biz bilan birga bo'lgan Xudoning tirik huzuridir. Ikkinchi dalil. Boshlanishdan buyon mavjud. Ko'pchilik muqaddas ruh faqat yangi ahdda namoyon bo'lgan deb o'ylaydi. Ammo uning hikoyasi bundan ancha oldin boshlangan. Muqaddas kitobning ilk bobidayoq shunday deyiladi: Xudoning ruhi suvlar uzra parvoz qilib yurardi. Muqaddas ruh yaratilish paytida mavjud edi. U donolik bergan, Xudoning xizmatchilariga kuch bergan, payg'ambarlar orqali gapirgan, tarix davomida faoliyat yuritgan. Ammo Iso Masihning tirilishidan keyin nimadir o'zgardi. Muqaddas ruh endi faqat ayrim insonlarga muayyan vaziyatlarda tushib turadigan ruh bo'lib qolmadi. Xudo yangi bir narsani va'da qildi. Uning ruhi o'z xalqining ichida yashaydi. Yanada katta sir. Ammo endi biz boshqa bir sirga duch kelamiz. Agar muqaddas ruh tarix davomida faoliyat yuritib kelgan bo'lsa, nega hosil bayramidan keyin shunchalik katta o'zgarish yuz berdi? Ungacha Butrus qo'rqardi. Butrus Iso Masihni tanishini inkor etdi. Shogirdlar esa odamlar ularga nima qilishidan qo'rqib yashinishardi. Ammo muqaddas ruh kelganidan keyin ular jasoratli bo'lib qolishdi. Ular olomon oldida va'z qila boshladi. Ular ta'qiblarga duch kelishdi. Ular hatto azob chekishga va o'lishga ham tayyor bo'lishdi. Ularni nima o'zgartirdi? Bu ta'lim edimi, motivatsiya edimi yoki psixologik tajribamidi? Yoki bundan ham buyukroq narsami? Izlanishimizga qo'shiling. Ammo haqiqatni kashf qilish faqat boshlanishi. Haqiqiy o'zgarish shunchaki tomosha qilganingizda emas, balki o'ylab ko'rganingizda, izlanganingizda va kashf qilganingizni hayotingizda qo'llaganingizda yuz beradi. Shuning uchun biz ushbu izlanish uchun ruhiy o'sish kitobini yaratdik. Uning ichida savollar, muqaddas kitobga oid havolalar va amaliy mashqlar mavjud. Ular sizga mavzuni yanada chuqurroq o'rganishga va muqaddas ruh sizning hayotingizda qanday faoliyat yuritishini kashf etishga yordam beradi. Shunchaki ma'lumot yig'mang, u orqali o'sib boring. Ruhiy o'sish kitobini yuklab oling va bu sayohatimizda biz bilan birga davom ettiring. Agar iymon haqidagi eng buyuk savollarni izlashda davom etmoqchi bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling. Chunki keyingi qismda biz tarixdagi eng keskin o'zgarishlardan birini o'rganamiz. Oddiy, sodda baliqchilar qanday qilib butun dunyoni o'zgartiradigan qo'rqmas guvohlarga aylanishdi. Izlanishimiz davom etadi. Keyingi qismda hosil bayrami, olov, o'zgargan yuzlar, olomon. Ehtimol muqaddas ruh haqidagi eng katta savol u mavjudligi yoki yo'qmi degan savol emasdir. Bundan ham katta savol shundaki, muqaddas ruh inson hayotida haqiqatdan kirib kelganida u inson bilan nima sodir bo'ladi? Nega qo'rqoq baliqchilar qo'rqmas guvohlarga aylanishdi? Nega oddiy odamlar qudratli xabarchilarga aylanishdi? O'sha kuni tarixni abadiy o'zgartiradigan qanday voqea yuz berdi? Keyingi izlanishimizda qo'rqoqlar jasoratli bo'lgan kun, shogirdlar bilan nima sodir bo'ldi?